Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Bu video murojaat ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarga. Kommentariyada o'z fikrlaringni qoldirishlaring mumkin. Bu aynan bugungi holat bo'yicha bo'lgan ish. Xullas, Farg'ona viloyati Quva tumanida juda ham ko'pchilik biladi, o'z nomi bilan tanilgan Arifa degan restoransiga ham bo'laveradi, kafesiga ham bo'laveradi, bir oshxonasiga ham bo'laveradi, shunaqa joy bor. Bu narsani butun quvaliklar biladi. Bugungi holat bo'yicha bir 10 tacha ayol to'planib Arifa 2, Arifa 1 ga emas, 2 ga. Lekin o'ylaymanki, aynan o'sha tadbirkorimiz birinchisiga ham boshliq, ikkinchisiga ham boshliq. Arifa 2 ga borishgan, og'iz ochar mahalga bir ayolda onaxonni tug'ilgan kuni bo'lgan. Quda tomonlama jo'natilgan, qo'lida tortlari bo'lgan. Tortlari bilan kirib borganda, shunisi achinarliki, ular oldindan zakaz qilgan joyini kirib borishgan. Endi tug'ilgan kuni bo'layotgan odam qanaqa darajada xursand, qanaqa kayfiyati, boshqacha endi bu narsani tasavvur qilib bo'lmaydi. Endi 9 ta ayol bilan taklif qilgan dugonalari bilan kirib boryapti. Qo'lida torti bor. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ro'za oylarida aynan boshlig'iga tegishli emas, aynan o'sha yerda ishlaydigan akalarimizga yo'q degan, bu yerga tort bilan kirish mumkin emas. Tortingiz bo'lsa kirmaysiz degan. Shunaqa qudam jo'natgan deb aytgan. Faqat ular tort yegani kirmagan u yerda. Shashlik yeyishi mumkin, boshqa narsalar yeyishi mumkin, yana boshqa narsalar suv zakaz qilishi mumkin, Qarang, aynan o'sha yerdan chiqarib yuborgan aka, aynan siz bu videoni ko'rasiz. Ko'rmasligingizga qo'ymayman, xudo xolasa, sababi o'sha onajonda tug'ilgan kunida ro'za oylarida ichini og'ritgan insonlarsizlar. O'sha onani o'rniga siz o'zingizni onangizni qo'yib ko'ring. To'g'ri, siz u yerda ishsiz, vazifani bajaradigan bir shaxssiz, lekin o'rniga qo'yib ko'ring. Tug'ilgan kunda inobatga olmagan taqdirimizda ham ro'za oyi, og'iz ochadigan mahal, ro'za tutgan ayollar, 10 ta ayol kirib, xafa bo'lib, qo'lida torti bilan chiqib ketib, Elektroset Quva tumanining elektrosetini oldida Polvon Shashlik Abdurahmon aka degan odam bor ekan, rahmat. Aynan o'sha yerga borishgan. O'sha yerga borishib, o'sha yerda ham xijolat bo'lishib, ro'za oyida og'iz ochadigan mahalda. O'sha og'iz ochadigan mahal tugagan, lekin suv bilan ochgan, nima bilan ochgan, ochishib, sarson bo'lib yuribdi 10 ta ayol. Onalarimiz, 10 ta onalarimiz, kimlardir onalari, bizni ham onalarimiz. Tasavvur qiling, sizga tegishli aynan bu video. Borgan, xijolat bo'lib, shunaqa tug'ilgan kunimiz bor edi, shu qo'limizda tortimiz bor. Kirgizasizlarmi degan. Endi Arifa 2 da bo'lgan muomalaga ko'ra so'raganda, aka, so'raganda Alloh rozi bo'lsin ulardan. Topgan tutganiga baraka bersin. Ro'za oyida onajonlarning ko'nglini olib, nima degan javob kelgan u tomondan. O'sha tortga qo'shib hech bo'lmasa bir piyola choy ichasizlarmi? Bu yo'q, shashlik ham yeymiz, palon qilamiz. Kiringlar, o'tiringlar. O'tirishib, chiroyli xursandchiligini qilishib, og'izlarini ochishib, chiqib ketayotgan joyda yana choyiga, noniga, joyiga pul olmagan. Bu tomonlama reklama. Mayli. Kim qanday o'ylasa o'ylasin. Lekin jiddiy odamzod yaxshiligini ham yoki bir qanaqadir cheklovlarga ham bunaqa hammamiz musulmonmiz-da, ulg'aygan kunlarda sal o'sha narsalarni ham o'ylaylik, unutib qo'ymaylik. Bu dunyoda qolib ketmaymiz. O'lishimizni ham unutib qo'ymaylik. Sizga eng zo'r gapim, o'sha 10 ta ayol, 10 ta onajonlarning o'rniga yoki orasiga aynan o'sha Arifa 2, Farg'ona viloyati Quva tumanidagi Arifa 2 da ishlaydigan, aynan bugungi holat bo'yicha qo'lida tortlari bilan telefon qilib joy zakaz qilib qo'ygan bo'lsa-da, tashqariga itargandek qilib bitta tug'ilgan kuni bo'layotgan ayolni orqasidan kelgan 9 ta ayol bilan u yerda qanaqa xijolatchilik bo'lganini onangizni qo'yib turib, siz farzand bo'lib turib o'ylab ko'ring. Men u joyda narsalarni yomonlamoqchi emasman. Haqiqatan tortlari, shashliklari hamma yo'g'i zo'r joyida, somsalari, gap so'z yo'q. Lekin aynan mana holatga fikrlaringni bildirib qo'yishlarini iltimos so'rab qo'ygan bo'laman. Va Arifa 1 dagi, Arifa 2 dagi rahbarlaridan iltimos so'rab qolamiz. Shu narsalarga sal e'tibor berib, to'g'rilab qo'yishingizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Bu buyruq emas. Faqat menga kelgan ma'lumot. Agar siz haqiqatan ishingizni, boshqa narsangizni, shu olib borayotgan narsalaringizni yoqtirsangiz, men sizga do'stona bu video murojaat qilyapman.
O'sha yerda ro'zani kunida o'sha ayollar qo'lini duoga ochib, kamida shu qarg'ab chiqib ketadi-da, nima qilardi? Qoyil qolmadim. O'sha chiqarib olgan akalarga aytaman. Shu boshqa gapim yo'q meni. Endi kirgandan keyin baribir shashligini yeydi, suvini ichadi. Boshqa tomonlama ham savdo bo'ladi-ku. Sizlar bir narsani olib kirib olib turib, o'sha narsa bilan kirsin, kirmaysan degan narsalarni qaytadan o'ylab topdilaring. Sizlarni to'rtlaring o'zi taniydi. Yegan odam, boshqa narsa qilgan odam. Endi shu onajonlar ham bir havas qilib borgan ekan-da. Ularda siz bepulga chaqirsangiz ham kelmaydigan darajada bo'lib ketdi. Sababi qalbi og'rib ketdi-da. Ro'zani kunida qalbiga ozor berdi o'sha yerdagi ishchilaringiz. Endi u zakonda siz chiqargansiz, to'g'ri sizni buyrug'ingizga amal qilishdi-yu, lekin insoniylik tomonlama va mana musulmonmiz ro'za kunlari ham uyga olib kirib o'tkazib, og'zini ochtirib, suv berib va qanaqa savobga ega bo'ladigan kunlarda 10 ta ayolni kayfiyatini ham tushirgan, qarg'ishini ham olgan. Mayli, omadlaringni bersin, jonlaring sog' bo'lsin. Qolgan odamlar o'z fikrlaringni bildirib qo'yasizlar kommentariyada. Men bu joyda yomonlamoqchi emasman. Lekin bo'lgan holat bo'yicha chidab tura olmadim. O'zim onamni qo'yib ko'rdim o'rniga. Sizlar ham o'zlaringni onalaringni qo'yib ko'ringlar. Aynan o'sha narsani qilganlar va bajarganlar. Jonlaring sog' bo'lsin. Bolalaringga shukr, qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. O'z fikrlaringni kommentariyada qoldiring.